shunday murojaat bilan kelishadiki, turmush o'rtog'i, ya'ni xo'jayini, doktor, meni analizlarimda foizlari normada, lekin menda hech qanaqangi jinsiy faoliyatimdan shikoyat bo'lmasa ham farzand ko'rishga imkoni bo'lmayapti. Chuqurlashtirilgan tekshiruvlarda o'tkazganimizda muammo barkateli kasallik, ya'ni urug'don vena qon tomirlarini varikoz kengayishi eng asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Bu kasallikni davolash chora-tadbirlari bir nechta usullarda amalga oshiriladi, lekin bularning ichida eng kam invazivi, kam asorat beruvchisi hamda qaytalanish ehtimolligi kam bo'lgan usullardan biri bu marmar usuli hisoblanadi. Shu Yevropada, Amerikada ushbu usuldan foydalanishadi. Bizning klinikamizda ham ushbu operatsiyani amalga oshirish uchun yetarli chora-tadbirlar mavjud va biz ham ushbu amaliyotni bajarib kelmoqdamiz. Agar siz va sizning yaqinlaringizda ushbu muammolar aniqlanadigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling va muammoni albatta birgalikda bartaraf etamiz.